Muhtasham Traveler xizmati ichida nimalar bo'ladi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz hammasini bilib olasiz. Safar 10 yoki 12 kunlik emas, 14 kunlik bo'ladi. Reyslarimiz Toshkentdan Madinaga, Namangandan Jiddaga. Madinadagi mehmonxona Haramga 3 daqiqalik yaqinlikda. Ayollar eshigiga ham, Ravzaga ham juda yaqin. 3 mahal o'zbekcha ovqat bilan taomlanasiz. Ravzaga kirishingiz uchun ham navbatingiz bor inshaalloh. Makkada siz uchun o'zbeklarga yaxshi tanish va ishonchdan o'tgan Multazam mehmonxonasi bron qilingan. 10 kun mazza qilasiz, chunki Multazam Haramga yaqin otellardan. Taomlanish doimgidek 3 mahal o'zbek milliy taomlari: osh, manti, lag'mon, somsa, biftek, xullas har kuni quyuq-suyuq ovqatlar. 20 dan ortiq mahsulotlar dasturxonga qo'yiladi. Maslahatim arzon turguvchi ziravorli achiq taomlarga rozi bo'lmang. Och qolib kamida $200 plyus ketadi. Xotirjam bo'ling. Ikkala shaharda ham shifokorimiz bor. Sizni yolg'iz jo'natib yormaymiz. Toshkentdan ilmli boshi siz bilan birga safarga ketadi. Har bir ziyoratdagi suhbatlardan rohatlanasiz, qalbingiz ochiladi. Yaxshi ham shu turda tanlanman deysiz. Bizda Makkaga ketishingizdan oldin umra amallar, ihrom hukmlari tushuntiriladi. Har kuni guruh bilan tavof qilinadi. Umra badalni ham guruh bilan qilasiz. Xullas bizda 50 boshlar uy bo'lib qolmaydi. Eng asosiysi sarson bo'lmaysiz. Bizni tanlab afsuslanmaysiz va xotirjam ibodat qilasiz. Agarda oktyabr va noyabr oyida umra safariga borishni reja qilayotgan bo'lsangiz, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotni bilishingiz, o'z joyingizni band qilishingiz mumkin. Yoki izohda plyus belgisini qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz.